Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi ishlarimizni o'rnatib bitirdik. Bu yerga Akfa alyumin zolotoy dubdan veranda qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda bir chiroyli holatda o'rnatib berdik. Bu tarafga mana eshik qo'yib berganmiz, gilamli xo'jga. 2 qanotli eshik. Juda bir baquvvat qilib stoykalarni balkon profildan qilib qo'yib berdik. Oynalari yo'q-ku. Ko'rishingiz mumkin. Taglari ham alkafon qilib qo'yib berganmiz. Uchkalari ham original bo'ldi. Osha-moshalarni ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Tepaga 3 ta, pastga bitta qilib mana 4 tadan qo'yib berdik. Ustullari ham mana chaksiz qilib bukib mana zo'r qilib berdik. Ko'rishingiz mumkin mana bu taraflari ham taglari alkafon bo'lgan. Oynalari yo'q-ku, bir qavat. Ochilishlarini ham bittadan qilganmiz. Tepada fortishkasi bor. Mana stullarni ham ko'ringlar. Juda bir chiroyli qilib berdik. Bu tarafimizda ham mana 2 qanotli eshik qilib berganmiz. Narigi tarafimiz bilan bir xil qilib, ko'rinishlari ham juda bir chiroyli. Ligirovkalarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Ichki tomonlarini ko'rsanglar, mana ichki taraflarini ham chiroyli qilib penalarni qo'yib berganmiz. Ruchkalarimiz ham original ruchkalardan bo'lgan. Rezinkalarni ham to'liq qilib berdik. Mana bu yerda ham bitta ochilishimiz bor. Tepada mana bitta fortishka bor. Fortishkani ham mana mexanizmli qilib berganmiz. Bu tarafdagi eshigimizni ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Juda bir ideal bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchilar, bularning narxlari 1 kvadrat metrini 580 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Jami summasi 22 million so'm bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Bizning nomerlarimiz 90 kodi bilan 170 82 52. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqboshi tumani. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.